Hammamiz uchun tanish bo'lgan fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Yurtimizga qaytib kelganlardan keyin tijoratchi bo'laman deb qaytib kelganmilar. Hazrat maqsadlari nima edi? Yurtimizdagi siz bilan bizga o'xshagan yurtdoshlarini Allohga yaqin qilish edi. Boshqa narsa emas. Men o'zimni boshimdan o'tgan uyimizda o'sha bo'lgan narsani aytaman. Hazrat olamdan o'tdilar, bir 13-kuni adashmasam. Olamdan o'tganlarga 13 kun bo'lgan. Uyda yo'qdan bu yoqqa dumalab, yig'lab yotursam, ayam jonim bolam yuragim ezib tashladi endi. Jigarim ezilib ketdi seni yig'lashingni ko'raverib dedilar. Rasululloh olamdan o'tganlar, bundan boshqa musibat yo'q biz uchun jonim bolam, sen o'zingni qo'lingga ol kitobingni qo'lingga dedilar. Keyin bor, aylanib kelgin dedilar. Kechqurun edi. Bor, bir chiqib kelgin dedilar. Keyin bularga yuring bir aylanib kelaylik dedi. To'g'ri Hazrat uylariga ketdi. Turkiston to'yxonasidan olib o'tayotganda asfaltga qarab so'radim. Sen ham yig'layapsanmi dedim. Ustingdan olim odam yurmay qo'ydi-ku dedim. Ustingdan olim odam yurayotganda har kuni Allohning rahmati yog'ilib turdi, senga ham dedim. Sen ham xafamisan dedim. Men ham shuni xafaman. 13-kun Hazrat uylariga borsa hali odam o'tirgan. Hali yig'ishtirishmagan. Bizda 4-kun hech kim kelmaydi shu. Imom Ahmad aytgan ekanlar, bizlar bilan ularni ajratadigan narsa janozamiz degan. Soat 10 da ustozda ketinglar deyishganligidan keyin soat 10 da kunduz kuni ko'kchiga kelganimizda ham katta xonaqoga kira olmaganmiz. 10 tarafda xonaqoda o'tirganmiz. Ko'kchida boshlangan saf durujbalar o'sa tugagan deyshadi odamlar. Janozaga odamdan majburlab olib bora olmaysiz, chiqinglar janozaga deya olmaysiz. Ishoning. Bu Allohning muhabbati. Hazrat olamdan o'tganlarida hech kim qorilarni majburlamadi. Qabr tepasida o'tirib 24 soat Qur'on o'qinglar, mana sizlarga pul hech kim aytmadi. Lekin olamdan o'tganlarida taxminan 3 oy, 4 oy, 6 oygacha qorilar navbatma-navbat turib qabrlarning tepasida Qur'on o'qishdi. Qaysi suhbatimizda Hazrat eslamaymiz hozir misol uchun. Kimning uyida yo'q ularning kitoblari? Kimning uylariga bilan suhbatga kirib kelmadi?